İcadi tefekkür. İlgari kishilar ijodchanlikqa muhtoj bo'lgan bo'lsa, undaqda ular bugun uningga texmi muhtoj. Chunki madaniyat gullanishni barliq keltirish bilan birga bir qism masalalarni paydo qildi. Madaniyatni qo'g'dab qilish, hal qilishga tegishli bir masalaga aylandi. Moddiylik bilan ma'naviylikning munosabati. Bugungi kunda bizni xalqaroliq tanlimiga aylantiradigan, o'zimizning ehtiyojlarini qamdashdan sirt, bizni boshqalardan behojat qiladigan darajada moddiy ishlab chiqarishimiz bo'lmasa, biz qimmat qarshimizni va kimligimizni saqlab qola olmaymiz. Kunimizdagi bu kurash taraqqiy qilgan davlatlar bilan taraqqiy qilayotgan davlatlar o'rtasida bo'lib, oshkora yoki maxfiy holda davomlashmoqda. Bu to'qinishda eng ko'p ijod qilgan, eng ko'p keşif qilgan va texmo tez ilgirlaganlar yengib chiqadi. İcodchanlik islom, vatan, millat va buyuk oila masalalari ichidagi eng asosli masala. Shunga barliq kishilarning, bo'libmi bolalarning ijodchanlikqa ilhom beradigan muhitda yashash huquqi bor. Biz bugun hamma narsani sirtdan import qiladigan, hamma ishda dunyoga yuk bo'lib qolgan, masjid munarlari boshqalarning kirallari bilan yasaladigan, Qur'onlar boshqalarning matbaalari tarafidan besilib chiqariladigan davlatlarda islom qonuni va islom dinini barpo qila olmaymiz. Ijodchanlikning aniqlamasi. Ijodchanlik misli ko'rilmagan bir narsani o'tirib qo'yish yoki hal qilinmagan koni masalaga qarta yuzlanib, yangi hal qilish chorasi orqali masalani to'liq yoki qisman hal qilishni ko'rsatadi. Ijodkorlar kimlar? Kishilar orasida umumlashgan ijodchanlik aqlliqlarning ishi deydigan an'anaviy bir qarash bor. Bu to'g'ri qarash emas. Davrimizdagi ba'zi nazariyalar bu qarashga javob qaytardi. Ularning qatoridan ko'p xil farosat nazariyasi. Bu nazariya farosatni ag'zoki, ijtimoiy, hissiy, mantiqiy va ko'rishga aloqador deb bir necha turga ayiradi. Aqlliq odamlarning yuqoridagi ziraklik turlarining hammasini egillashi talab qilinmaydi. Chunki bir odam balkim bu turlarning birida aqlliq bo'lishi mumkin. Bu nazariyaga asoslanganda dunyoda 4 odam yo'q. O'ttirhal yoki tuvarrak darajada chechan bo'lgan kishilarning hammasi ma'lum sohada ijodchan bo'ladi. Ba'zi kishilar o'rganishda mag'lub bo'lishi mumkin, ammo ular ijtimoiy munosabatda ijodchan bo'ladi. Chunki har birimizning o'zimizga xos ortiqchiligi bor bo'lib, uni bayqash, gavdalantirish, taraqqiy qildirish kerak. Shundala u bu sohada ijodchan bo'ladi. Bugungi davrdagi yangi ko'z qarashmi ijodchanlik aqlliqlarning ishi degan qarashga javob qaytardi. Chunki bu davrda ijodchanlik bilan yangilik yaratish aqldan bekrak tadqiq qilish bilan munosabatlik. Edison mundaq deydi: ijodchanlikning 1% talantdan bo'lsa, 99% tadqiq qilish va jafoliq ishlab tar aqizishdan bo'ladi. Demak, agar 90% odam ma'lum bir ishga ahamiyat berib, uni maxsus tadqiq qilsa va barliq kuchini sarf qilsa, ular bu sohada yangilik yarata oladi. Masalan, 2012-yili nupusi 50 millionga yaqin bo'lgan Janubiy Koreya 11 mingdan ortiq patentni tizimga oldirgan. 300 millionga yaqin nupusi bor arab dunyosi bo'lsa, 1500 xil patentni tizimga oldirgan. Nimishqa? Koreyaliklar arablardan aqlliq bo'lganligi uchun shunday bo'lganmi? Buning javobi albatta yo'q. Ammo Janubiy Koreyaning nupusiga selishtirganda injenerlarning nisbati dunyo bo'yicha eng yuqori. Ijodiyat muhitining aloyidliklari qanday bo'ladi? Kishilarning yaxshi-yomon bo'lishi, muvaffaqiyat qozonishi va yoki mag'lub bo'lishi atrofidagi muhitga bog'liq bo'ladi. Tuvanda farzandlarimiz uchun eng muhim bo'lgan ijodiyat muhitlarini so'zlab o'tamiz. Birinchi, erkinlik. Bolalar o'zini erkin his qila olishi va uyda erkin harakat qila olishi kerak. Ikkinchi, mustaqillik. Bolalarga oilada cho'qim ma'lum darajada mustaqillik berilishi kerak. Bolalar hamma ishda oilaga tayanmasligi, balki ularga kiyim-kechak, o'yinchoq va qanday hikoya o'qishni tanlash qatorliq o'ziga xos ishlarda belgilik mas'uliyat va mustaqillik berilishi kerak. Boshqalarga tayinish tariqasidagi bola tarbiyasi ijodchanlikka zid.
Üçüncü, rağbetlendiriş. Balalarning nurg'un talant va tashabbuslari, ularni bayqagan va yo'l ko'rsatishi kerak bo'lgan cho'nglarning balalarni yetarlik ilhomlantirmaganligidan bo'shkidila bujuqtirib o'tilmoqda. Balalarni savol so'rashga rag'batlantirish kerak. Chunki savol so'rash bilimning ishki. Masala balalarning ko'p savol qo'yishida emas, balki balalarning savol so'rmasligida. Chunki balalarning tafakkur saviyasi tuvan bo'lg'achqa qalayimqan savol so'rashi mumkin. Balalarni savol so'rg'ilib qo'ying. Ularni ilhomlantiring va ularning logikalik savollariga javob bering. 4. Xushal muhit. Ba'zi kishilar cho'nglar surlik va qattiq turk bo'lish kerak. Shundala boshqalarning oldida hurmat bo'ladi deb qaraydi. Bu bir cho'ng xatolik. Ota-onalar qancha qiziqarlik va xushal-xuram bo'lsa, farzandlar shuncha ijodchan keladi. 5. Tinchlik, bexatarlik va muqimlik. Ota-onalar o'rtasida jidal qurmaydigan oilalar bolalarning ijodchanligini bo'g'ib, ularning qiziqishini rad qiladigan muhit yaratib qo'ydi. 6. O'xshamagan fikrlarni qabul qilishga ilhom berish. Ota-onalar beshidan o'tgan tajriba va maktablaridagi o'qituvchilardan yordam orqali bolalarning o'z ortiqchiliklarini bayqishiga yordam berishi lozim. Samimiy maslahat. Balalaringizning ma'rifiga pul sarf qilishda keng qo'zoq bo'ling. Ularga keng ketgan dehqonchilik maydoni, shirkat yoki bankidagi mulkingizni meros qoldirish orqali ularni baxtli qila olmaysiz. Ularni faqat to'g'ri bo'lgan eng yaxshi ma'rifda tarbiyalang. Xarajati yuqori bo'lsa-mu, ularni yaxshi joyda o'qiting. Bu orqali ularni ijodchan qila olasiz. Keyin ular o'z yo'lini tepib davomlashtiradi, turmushini qamdaydi. Bunda qilishning bolalarga bo'lgan ta'siri va foydasi texmo ko'p bo'ladi. Alloh hammamizning farzandlarini ijodchan, islomga va millatga yaramli farzandlardan qilsin. Amin.